Assalomu alaykum. Aka-uka birodarlar, hammalaringni ayyomlarimiz bilan tabriklayman. Hammamiz shu orzu qilgan niyatlarimizga, amallarimizga yetishib yurishni nasib qilsin. Akalar, bugun namozga borganlaringda sizlar ham bir atrofga kuzatdilaringmi? Bir antika holat bo'ldi-da. Men o'zim yoshligimdan shu dadasi, opog'im bilan masjidga borardim. Jamoat bo'lib namoz o'qirdik. Hech ko'rmagan ekanman shu yoshimgacha. 30 ga kirdim alhamdulillah. 30 yoshimgacha hech ham ko'rmaganman. Bugun bitta narsani guvohi bo'ldim. Odamlar masjidga namoz o'qigani emas, gruppaga video tashlagani, selfie tushgani, YouTube'ga kontent olgani, shunaqa narsalarga borishibdi-da. Akalar, bu narsa hech to'g'ri kelmaydi-da. Bu avvalo namoz. Biz o'zi mehmon bo'lib birovning uyiga borganimizda ham hech kimga birovning uyida ham nima deydi? Onamiz bilan borganmiz, balki mehmonga borganmiz. O'zing tiyib o'tir, uyda yeymiz, uyda qilamiz, yo'lmasa o'zi uyat degan narsa bor-da. Biz Xudoning uyiga kirib, uyatni yo'qotib qo'ymayapmizmi? Biz uchun bitta domla imom o'qiyapti. Hech kim eshitmayapti. Qanday zamonga qoldik, akalar? Qanday zamon bu? Musulmonmiz, soqolni qo'yamiz, to'ppini kiyamiz. Sal farosatni ishlataylik, akalar. Bu musulmonsan deganda, hozir shu oddiy narsalarga, kasaklarga narsa topishib bir-birimizni bo'g'ishni yaxshi ko'ramiz, lekin mana bunaqa joyda juda ko'p shu hali oxirgi rakatni o'qib omin qilib turib, odamlar turib chiqib ketyapti. Qayoqqa shoshyapsan? Namozingni o'qi, Xudoning uyiga kirding, namozingni o'qi, oxirgacha o'qib duoyingni qil. Bo'lmasa kelma, vaqting bo'lsa kelma. Nima qilasan kirib? Gruppaga video tashlagani keladimi odam? Masjidga gruppaga video tashlagani keladimi? Sen gruppaga video tashlagani kelgan tursan, boshqasi tashlagan. Men namoz o'qigani bordim Xudoning uyiga. Ba'da namoz o'qigan borgan odamga meshit qilmagin, xalaqit bermagin. Hayit kuni bir-birimiz bo'g'maymiz. Men bo'g'ilib keldim-da, hozir men namozdan kelyapman, bo'g'ilib keldim to'g'risi. Kimni qarab video, kimni qarab telefonni. Men o'zim ertalabda dadam bilan gaplashdim, otam bilan gaplashdim. Otam aytdi, o'g'lim dedi, masjidga telefonni olib bormayna o'g'lim. Undan bundan telefon kelsa namozingiz buziladi. Hammamiz uyimizda ota-onamiz bordir. Aytgandir, telefoningni o'chirib kir. Menga borib namoz o'qiyotganingda tumaloq video tashlab, gruppaga tashlab qo'y, qarindosh urug' ko'rsin demagandir. Yo'q, xato bo'lsa aytinglar, hammani o'ziga insof bersin. Odamlarda o'sha ong degan narsani o'sha sun'iy intellektda oldi. Oqibatni telefonga tashladik bor-ku. Tanimagan, bilmagan odamlarimizga oqibat qilamiz. Telefonda shu umuman ko'rmagansan bilan. Uka, senga nima qilasan, siqilib deyishlaring mumkin-ku. Men ham bitta o'zbekman. Bitta musulmonman men ham, Xudoning uyiga kirganda telefoningni o'chirib o'tir. Kechirasizlar akalar, endi bo'qqan bo'lsam, har xil agar tushunarsiz gaplar gapirgan bo'lsam, kechirasizlar. Hammalaringga hayit ayyomlaring qutlug' bo'lsin. Keyingi yili sog' salomatchilikda yana ko'rishish nasib qilsin. Alhamdulillah. Assalomu alaykum.